Jentrani beravermasa bo'lmaydi obunachilarga. Qanaqa qilib yutib olishadi ne'matlarga? Hech qanaqa sharti yo'q ekan. Prosta 7 ta ishtirokchidan hozir mana shu videoda birinchisini aniqlaymiz. Qanaqa qilib aniqlaymiz deydigan bo'lsa, prosta like bosib qo'yinglar, like orqali aniqlaymiz. Bosdingizmi jon aka? O'zimizni Jaydaru o'zbek ustalarini mehnatiga baho bermasangiz bo'lmaydi. O'zingga yo'lchilar. Ukam, shuncha mehnatni ko'rsatmasa bo'lmaydi. Ko'rsatamiz jon aka. Esdan chiqib qolmadimi? Like bosdingizmi? Bosdilar. Bo'ldi, ko'rsating. Voy, mana qaranglar, remenlarni kosmos qilib qo'yishgan. Menga shunaqangi yoqdi. Siz uchun orqalarigacha ham qilingan salonni ko'rasizmi? Mana rulni qarang, Bentley stilda perforatsiya ko'rasizmi? Ichi ham oppoq. Mana tarpetchani ko'ring, aka. Endi ukam. ha, go'zal chiqadi. Endi tasavvur qiling, mashinani endi yaxshi niyatda shu videoni ko'rib turgan insonlardan kimdir yutib olishi mumkin. Endi aytishingiz mumkin, meni mashinam bor, desangiz o'rtog'ingizda mashina yo'q bo'lsa, aka jo'natib qo'ying, sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Ko'chada yursangiz, to'g'ri? Akalar, mehrni boshqachasi ketyapti. O'zimizni ham mashinaga unchalik mehr bermaganmiz. 17 diska taqilmaydi. Teparog'idan taqilinadi. Necha razmer taqili, qanaqasidan taqili. Chunki bu sizlarning mashinalar akalar. Ha, hamma narsa qo'ydikmi? Hamma mashinaga qo'yib kelganmiz. Neonline 7800 aka. Buni qo'ymasa bo'lmas. O'zingiz aytasiz, aytlarga Neonline sizlarning cho'mchaginglar haqida qayg'uradi akalar. Akalar, ish jarayonini ko'ramiz.